5 kilolik ajva, yarim metrlik zamzam, tushunmadim. Qara ukam, bu chegirma, bu katta chegirma asosan hoji bo'lib kelaman degan haj amallarini bajarish arafasida turgan hojilarimizni duolarini olish uchun qilingan. Yarim litrli zamzam 50 ming so'm turadi. Originalidan solingan. Endi bu shundoqga berib yuboriladi. 5 kilolik ajvani agar xarid qilinsa, mana eng yirik, eng katta ajvamiz 210 ming sotilgan edi, 200 ming qo'yardik. Undan tashqari mana nari beri sizlarga 190 ming so'mdan aylanadi. Endi bitta sirni ochaman sizlarga. Ko'pchiliklarimiz, hojilarimiz xurmoni farqiga borishmaydi. Endi u yoqda 2-chi, 3-chi navlarni ham ozgina pardoz qilib, chochuvga bir suvlarni sepib, pardoz qilib qo'yishadi u yoqdagilar ham. O'sha narsalarni qilib sotib olsa ham bilishmaydi. Shunda kelishsa, korobkani tegib boshqa mayda ajva chiqib keladi. Bu tepa past bir xil ajva chiqadi. Shuning uchun hojilarimizga ham tavsiya qilib qolamiz. Bu videoni ko'rgan nevaralarga, o'g'illarga e'tiboringlar, ajva xurmo marketga kelishsa, mana chegirmali o'zimizda deyarli Saudiyani narxida ajvalarimiz bor. Sizlar uchun, sizlarning duoinglarni olish uchun bu narsani tashkil qildik. Kelib qolasizlar, olib qolasizlar.